Musofirchilik nimaligini bilmagan odamlar musofirdan so'rashibdi. Bu musofirchilik senga nimani berdi, nimani o'rgatdi desa, u shunaqa javob qaytaribdi. Musofirchilik menga hech narsani va'da bermadi, hech narsa va'da qilmadi, lekin ko'chada qolib ketmasligi uchun har qanaqa ish qilishga tayyor bo'lgan katta yurakni berdi menga. 10 kun qattiq ishlasam, 1 oy maza qilib dam olib yotishga yetadigan mehnatimga yarasha haq to'ladi. Musofirchilik uyimga shunaqangi aylanib qolgandiki, bir ketayotganini, bir qaytayotganimda ichimdan bir nimalar uzilardi. Musofirchilik menga nimani o'rgatdi? Musofirchilik yolg'izlikni o'rgatdi, odamlarga ishonmaslikni o'rgatdi, chorasiz qolganda chora izlashni o'rgatdi. Baribir sizlar musofirchilikni bilmaganlar, musofirga bormaganlar qayerdan ham bilardilar bu narsani deb o'sha joyda